Nima sababdan qamalgansiz? Hozir kimdir faxrlanibdi, qamalganni gapirib chiqibdi deyish mumkin, lekin siz savol berganingizga men javob beraman. Bu narsa hamma ham qamalib chiqishi mumkin. Любой bir uyda ham bog'lab qo'ysangiz 10 yil ham 15 yil ham o'tib ketadi. Srokda qanday emas, qanaqa o'tirib chiqilganiga qaraydi deydi-da. Birinchi so'dimda 2 yil 6 oy srok oldi. U yerdan chiqdim, o'zi ko'p narsani o'ylamadim, короче. Hech narsa emas ekan. O'zi ikkinchi marta keldim 3 yil 6 oy. Bilolmanki, menga o'zi og'irlashib ketyapti bu narsa. Ayb qildingmi, jazosini berasan. Sen kim bo'lishidan qat'iy nazar, qonunning hamma javob beradi. Zonaga bo'lgan paytim Serdangaga onam keladi. O'rtoqlaring yaxshi chempion bo'lib ketdi, bolam. San ham ko'chaga bo'lsang, ana shunaqa chempion bo'lgan bo'larding degan narsalarni bergan vaqtda men onamni tizzalariga bosh qo'yib, ona, sizning o'g'lingiz inshaalloh sizga aytaman. Butun O'zbekiston emas, butun dunyo taniyotgan o'g'il bo'ladi. Faqatgina afsuslangan narsam onamni ko'z yoshini to'kkanim uchun, sochlariga oq tushirganim uchun afsuslanaman. Boshqa narsaga afsuslanmayman. Menga gapirgan yoki kimdir meni onamni so'kkan, kimdir meni chestimga teggan, har bitta qilgan urushimga ham, har bitta qilgan narsamga ham shuning uchun qamalganman. Lekin meni orqamdan shuni bilib qo'ysingki, hammamiz uchun ona qiynaladi. Faqat shu onamni qiynalganim uchun men afsuslanaman-da. Jasot aka. Shuni qamalib qoling aka. Siz uchun hech kim turib bermayotgan vaqtga, sizdan hamma o'zini olayotgan vaqtga, shuni onaga telefon qilib, ona, men o'rnimga siz o'tirib berasizmi desa, ona ikkilanmasha deydi. Aka, vallohi bittagina ona, aka, xo'p, balam sen uchun o'tirib beraman deydi. Agar bir gram o'ylov bo'lmasa aka, agar siskanish ham bo'lmaydi, o'ylov bo'lmaydi, faqatgina u narsani ona ayta oladi.